Axborotlashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni jamiyatning turli sohalarida, shu jumladan ta'lim sohasida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish uchun huquqiy va tashkiliy texnik sharoitlarni yaratuvchi fundamental huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Mazkur qonun axborotlashtirish jarayonlarini yaxlit va tizimli tartibga solish. Qanaqa internet, qanaqa axborot texnologiya? Mening uyimda UzOnline bor. Tarif o'zi aytayman o'zi. VIP tarif 350 ming turyapti VIP. Unisi ismi VIP emas. Unisi ismi log'ga uchun. Chunki men shu bitta saytga sinfdoshga 1 soat kiryapti. 1 soatga kiryapti. Shu qanaqa ish? Men tushunmayman. Qanaqa ish, qanaqa axborot texnologiya, qanaqa вообще internet texnologiya. Уже musor. Блядь, UzOnline'ni sikib tashlayman-da men shu UzOnline. В общем, interneti yomon. В общем, UzOnline, Uznet, qanaqa bor вообще? Qanaqa bor? Ikkita по-моему bor, provider, TPS, UzOnline, hammasi musor. Вообще olmaman shu internetni. Xuyov internet. Блядь, 350 mingni beryapman. Aman prostoy, oddiy domlo, oddiy. Bachalarga faqat 5 qo'yapman, faqat 5. Menda internet yomon ishlayapti. U qanaqa ish? Bitta kitobni skachat qilish 3 soat nima kutish kerak. Bitta kitobni skachat qilish. Amen, oddiy domlo. Manga daxuya kitob kerak, daxuya. Давай, короче, UzOnline, Uznet, TPS va boshqa providerlar yaxshi internetni nima qilish kerak-da уже, masalani nima ko'tarish kerak. Давай, adhani balay, hammalarga salom alaykum. Yoqimli ishtaha короче. Samarali tashkil etishga qaratilgan. Deputatlar qonun ijrosini o'rganish jarayonida Xalq ta'limi vazirligi tizimiga kiruvchi 19 ta tashkilot va muassasalarning faoliyatini tahlil qilishdi. O'rganish davomida vazirlik faoliyati bilan bog'liq axborot infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha tahliliy, statistik ma'lumotlar, shu jumladan o'tkazilayotgan nazorat-tahlil tadbir mavzusiga aloqador Qonunchilik palatasiga kelib tushgan fuqarolarning murojaatlari atroflicha tahlil qilindi. Yig'ilishda Xalq ta'limi vazirligi apparati va o'qituvchilari tarkibida axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi bilim darajaning yetarli emasligi bilan bog'liq axborot qonunchiligi talablarining huquqni qo'llash amaliyotida bir qator jiddiy kamchiliklar mavjudligi qayd etildi. Qonun talablarining sifatsiz ijro etilishining sabablari internet tarmog'ining milliy segmentida yoshlar uchun qiziqarli ta'lim portallari sonining kamligi, o'quvchilarning kitob, shu jumladan ularning elektron ko'rinishini o'qishga qiziqish darajasi pastligi, ta'lim va tarbiya jarayonlariga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilishning yetarli emasligi bilan bog'liq bo'lmoqda. Tadbirda ta'lim muassasalari huzuridagi axborot resurs markazlari faoliyatini tubdan qayta ko'rib chiqishga, ularning axborot kutubxona fondini kengaytirish, markaziy axborot kutubxona muassasalarining ma'lumotlar bazasidan keng foydalanishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Yig'ilish yakunida deputatlar tomonidan milliy axborot resurslari va tizimlarini yaratish va ommalashtirish masalalari bo'yicha internet yomon ishlayapti. U qanaqa ish? Bitta kitobni skachat qilish 3 soat nima kutish kerak. Bitta kitobni skachat qilish. Amen, oddiy domlo. Manga daxuya kitob kerak, daxuya. Давай, короче, UzOnline, Uznet, TPS va boshqa providerlar yaxshi internetni nima qilish kerak-da уже, masalani nima ko'tarish kerak. Давай, adhani balay, hammalarga salom alaykum. Yoqimli ishtaha короче. Samarali tashkil etishga qaratilgan. Deputatlar qonun ijrosini o'rganish jarayonida Xalq ta'limi vazirligi tizimiga kiruvchi 19 ta tashkilot va muassasalarning faoliyatini tahlil qilishdi. O'rganish davomida vazirlik faoliyati bilan bog'liq axborot infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha tahliliy, statistik ma'lumotlar, shu jumladan o'tkazilayotgan nazorat-tahlil tadbir mavzusiga aloqador Qonunchilik palatasiga kelib tushgan fuqarolarning murojaatlari atroflicha tahlil qilindi. Yig'ilishda Xalq ta'limi vazirligi apparati va
o'qituvchilari tarkibida axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida axborotlashtirish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni jamiyatning turli sohalarida, shu jumladan ta'lim sohasida zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish uchun huquqiy va tashkiliy texnik sharoitlarni yaratuvchi fundamental huquqiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Mazkur qonun axborotlashtirish jarayonlarini yaxlit va tizimli tartibga solish qanaqa internet, qanaqa axborot texnologiya? Mening uyimda UzOnline bor. Tarif o'zi aytayman o'zi. VIP interneti yomon. В общем, UzOnline, UzOnnet, Uznet qanaqa bor вообще? Qanaqa bor? Ikkita по-моему bor, provider, TPS, UzOnline, hammasi musor. Вообще olmaman shu internetni. Xuyov internet. 350 mingni beryapman. Aman prostoy, oddiy domlo, oddiy. Bachalarga faqat 5 qo'yapman, faqat 5. Menda VIP tarif 350 ming turyapti VIP. Unisi ismi VIP emas. Unisi ismi log'ga uchun. Chunki men shu bitta saytga sinfdoshga 1 soat kiryapti. 1 soatga kiryapti. Shu qanaqa ish? Men tushunmayman. Qanaqa ish, qanaqa axborot texnologiya, qanaqa вообще internet texnologiya. Уже musorku, уже musor. UzOnline'ni sikib tashlayman-da, mana shu UzOnline. В общем,